Kim dunyodan oxiratini ustun qo'ysa, mana shu ikkalasida ham yutuqqa erishadi. Kim oxiratdan dunyosini ustun qo'ysa, ikkalasida ham yutkazadi. Innalloha ashtara minal mu'minina anfusahum va amvalahum bi anna lahumul jannah. Albatta Alloh mu'minlarni jonlarini va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi. Kimga sotaylik ekan borimizni? Alloh subhanahu va taologa. Alloh azza va jalla qilgan har bitta amalimizni yozib qo'yadi va har bitta amalimizga munosib ravishda mukofot beradi. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara, faman ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Eng kichkina ish. Masjidga keluvdingiz, yerda bir dona cho'p yotibdi, gugurt cho'pi. Olib qo'ydingiz, olib shu yashikka tashlab qo'ydingiz. Nima maqsadda? Allohning uyi, shunday qilsam Alloh meni yaxshi ko'radi. Nima ish bu ayting? Lekin mana shu ishni ham Alloh taolo qiyomat kunida nima qiladi? Mukofotini beradi. Endi shu arzimagan ishni mukofotini bergandan keyin undan kattaroq amallarimizni Alloh taolo mukofotini bermaydimi? Jazosini ham beradi agar qilgan ishimiz nima bo'lsa, zarra misqol yomonlik bo'ladigan bo'lsa. Chunki Alloh azza va jalla bandalarini qilgan amallarini zoyi qilishlikdan pok bo'lgan zot. In tuti'ulloha va rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a deyapti mana Hujurat surasida. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat etsangizlar, u zot sizlarni qilgan amallarni zoyi qilmaydi. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim dedi Alloh taolo Nur surasida. Ayting, mu'minlarga ko'zlarini tiyib yurishsin. Xo'p, ko'zingizni tiydingiz. Nima bor sizga? Oxiratda mukofot olishingiz aniq. Dunyoda-chi bir bo'ydoq yigit, bo'ydoq uylanishlikka imkoniyati yo'q, jasadi bir shu juftni talab qilib turibdi. Mana shunday bir holatda ko'zini tiydi. Avratlarni ochib yuradigan ayollardan. Alloh bu bandan amalini zoya qiladimi? Yo'q. Albatta mukofot beradi. Mukofot qanday bo'ladi? Shu yigitga munosib bo'lgan solih ayolni beradi. Bu shunaqa ayolki, qarasa bu ayolga ko'zi quvonadi. Yo'g'ida himoya qiladi. Buyursa itoat qiladi. O'zini haromdan tiyganligi uchun. Shuning uchun bo'ydoqlar ko'p aytaman, o'zingizlar toza bo'linglar, o'zingizlarni pokiza Alloh rozi bo'ladigandek olib yuringlar, xuddi o'zingizlarga loyiq keladi. Ma taraka abdun shay'an lillah illa awazahu Allohu khayran minhu fi dinihi va dunya. Rasululloh aytadilar, Jami' Sag'irdan Ibn Umar roziyallohu anhudan. Bir banda Alloh uchun bir narsani tark qilsa, o'sha ko'z zinosini tark qildi. O'sha telefonda har xil saytlarga kirishni tark qildi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh u uchun, mana shu banda uchun dunyo va oxiratda undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsani beradi. Allohumma